Assalomu alaykum, hurmatli Yakkasaroy tumani Abdulla Qahhor mahallasining fuqarolari, soliq to'lovchilar. Biz sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda xursandmiz. Bugungi mavzu mana shu soliqlarni aynan mahallani rivojidagi o'rni qanaqaligini biz sizlar bilan bir muhokama qilib olishimiz kerak. Bugun yoshlarga, xonadonimizdagi nevaralarimizga tushuntirishimiz kerak. Soliqlarning jamiyat oldidagi ahamiyati qanchalik katta ekanligini tushunishimiz kerak. Ariza topshirishadi va arizaga asosan Soliq kodeksining 393 moddasiga asosan 12% daromad solig'idan chegaralangan holatda pulga qaytariladi. Bu infratuzilmani rivojlantirish, yangi yo'llar, mahallalar binolari, mana shu hammasi bizni siz to'layotgan soliqlaringizga.